Tez. Izolat bo'lyapman. Menga qara qizim, hozir yetib keladi uchrashuvga. Bo'ldi onajon, men o'zimga qo'yib bering, men o'zim bopilab tashlayman. Xullas, sizmi men bilan uchrashuvga chiqqan? Dangil gapiring, uylanasizmi yo'qmi menga? To'g'risini aytsam, sizni yaxshi ko'rib qoldim. Uylanaman. Xullas, men axirga gelik tayyorlang, menga gelik olib berasiz, tushundingizmi? Olib beraman. Obo, chiqib kuydirmasa bo'ldi-da, bu erkak saus. Hey bola, o'zingga bir oyoq kiyim ol yangi. Ona Mahirga gelik so'ragan, gelik olib berishim kerak. Oğlum shuni haddushi sevibdi-da. Gelik olaman deb yomon chiranib yotibdi. Voy, nima balo qilyapsiz buncha tiqib? Bu bosim bo'g'an samsasini 15 mingga bersam, 400 ming pul beraman. Gelikka, qanday? Voy, sizga gelik Cobalt emas bitib pul yig'adigan. 5 yil deganda gelikning ondan bir qism pulini yig'dim. Yana 50 yil sabr qilsang, gelik olib beraman deb aytaman. Gelik, pul. O men o'lay deb pul yig'dim. Turib qol. Qizlarni Mahirga gelik olib bering degani, pashol degani ekan-da.